Valid ibn Mughira degan mushrik payg'ambarimiz alayhissalomning oldilariga kelib Qur'onni eshitib g'alati bo'lib qolgan. Juda ham ta'sirlangan. Boshqa bir oyatda keladi va fakkara deydi, fikr qilgan deydi, o'ylangan. Keyin nima deyishni bilmasdan haligi nimalardan qo'rqib ketib, kofirlardan u sehrgar deganda. Alloh taolo Qur'onda aytibdiki: "Va la tuti' kulla hallafin mahinin hammazin mashsha'in binamin." Mashsha'in binamin degani o'sha chaqimchilik bilan yuradigan. Shu Valid ibn Mughira shunday bo'lgan ekan. Mana shu Qalam surada keladi, oxirida mu'tadin asim degan bilan tugatgan buni sifatini. O'sha Mughirani gapirib u chaqimchi, u qiladi, bu qiladi deb turib oxirida va u qo'pol va asim va u nasabi aniq emas. Valadi zino degan ma'noda kelganda tafsirda keladi, shu Valid ibn Mughira shuni eshitib hamma gapi rost degan ekan. Oyatda aytilgan, hayron bo'lgan. Haqiqatda qo'polligim bor, chaqimchiligim bor, qasamxo'rligim bor, yolg'onchiligim bor, hammasi bor-u, lekin mana u nima uchun mana oxirida shu valadi zino dedi. Onasiga kirib, nimaga bunaqa dedi deganda onasi uni dini haq ekan, bolam, sen haqiqatda otning emas boshqadan bo'lgansan deb aytgan ekan. Shunda ham iymon keltirmagan badbaxt. Oyatda bu yerda keltirilyaptiki, shunga o'xshash odamlar hozir ham bor ekan. Mana shunaqa chaqimchi, odamlarning orasini buzadigan, odamlarni bir-biriga girgizlaydigan, mana bunday narsalar bo'lib qolsa, azizlar, unga quloq solmaslik kerak. Quloq solmasa to'xtaydi. Quloq solsa davom etadi. Bu til ofatlari juda og'ir narsa, azizlar.